Assalomu alaykum. Efirda UzX xabarlari. Bugungi dasturimizda birja yangiliklari hamda 2026-yilda qora metall birja bozorida shakllangan holatlarni ko'rib chiqamiz. Dasturimiz avvalida UzX birjasining barcha savdo platformalarida o'tkazilgan savdo natijalari va narxlar dinamikalari bilan tanishib olishingiz mumkin. Bu birjaning o'tgan haftadagi asosiy indikatorlari edi. Endilikda birja yangiliklari bilan tanishtirib o'tamiz. O'zbekiston Respublika tovar xomashyo birjasining Xarid UzX davlat xaridlari tizimida sun'iy intellekt servislarining faol qo'llanilishi natijasida inson omili keskin qisqartirildi. Jumladan tadbirkorlar tomonidan elektron va milliy do'kon tizimlariga joylashtirilayotgan e'lonlarni moderatsiya qilish va baholash jarayonlari to'liq sun'iy intellektga o'tkazildi. Ayni paytda tizimda bir kunda o'rtacha 6-7 mingta e'lonlar sun'iy intellekt yordamida tahlil qilinib, avtomatik tarzda moderatsiyadan o'tkazilmoqda. Bundan tashqari 200 dan ortiq mebel turi uchun umumiy va unikal texnik tavsiflarning ishlab chiqilishi natijasida e'lonlarni moderatsiyasiz jarayonisiz to'g'ridan-to'g'ri savdoga chiqarish amaliyoti ham yo'lga qo'yildi. Biz birja bozorining alohida segmentiga o'tamiz. Xususan 2026-yilning qora metall birja bozorini ko'rib chiqamiz. 2026-yil yanvar-may oylarida birja savdolari orqali 70 ming tonnadan ziyod qora metall sotildi. O'rtacha oylik sotuv hajmi 14 ming tonnadan oshdi. Eng yuqori sotuv joriy yilning mart oyida qayd etilib, 33 ming tonnani tashkil qildi. Sotuvlarning tarkibiy tuzilmasida armaturaning ulushi 87% ni tashkil etdi. Ikkinchi o'rinda turgan burchakning ulushi 9% ni tashkil etdi. Uchinchi o'rinda turgan doiraning ulushi 2% ni tashkil etdi. Qolgan mahsulotlarning ulushlari nisbatan pastroq bo'lib, 1% dan kamroq edi. Bozor konjunkturasiga ko'ra ko'rib chiqilayotgan davr uchun armaturaning barcha markalari narxlarida o'zgaruvchanlik kuzatildi. Joriy yilning yanvar-mart oylarida o'rtacha narxlar 1 tonna uchun 8,8 million so'mdan 8 million so'mgacha pasaydi. Aprel-may oylarida o'rtacha narxlar 1 tonna uchun 8,5 million so'mdan 8 million so'mgacha pasaydi. Qora metall segmentidagi ikkinchi muhim mahsulot bu burchakdir. Ko'rib chiqilayotgan davrda narxlar diapazoni 1 tonnasi uchun 8,8 million so'mdan 8,3 million so'mga shakllandi. Mazkur davr uchun eng yuqori narxlar ko'rsatkichi aprel oyiga to'g'ri keldi, 8,8 million so'mni tashkil qildi. Qora metallning hududlarda birja orqali sotib olish hajmlariga ko'ra eng yirik bitimlar Toshkent va Toshkent viloyatida tuzildi. Ularning umumiy ulushi 52% ni tashkil etdi. Navbatdagi o'rinlarda Namangan viloyatining ulushi 15% ni tashkil etgan va 3-o'rinda Navoiy viloyati 7% ulushga ega. Qolgan hududlarning ulushlari 1 va 6% atrofida. Bu yetkazmoqchi bo'lgan so'nggi xabarlarimiz edi. Birja kotirovkalarini kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling.